Hammaga salom. Bugun Parda podkasti yangi soni. Ko'rib turganingizdek, biz ataylab mana bu paranjilardan olib kelganmiz. Juda qiziq mavzu haqida gaplashamiz. Hujum harakati o'z davrining eng bahsli va muhim islohotlaridan biri bo'lgan. Bu haqda mutaxassisimiz bilan siz lekin o'zingiz tanishtirasiz. Bizda shunaqa ochiq ko'p narsalar haqida gaplashamiz. O'ylayman, tarixiy kontentlar sizlarga ham qiziq bo'ladi. Bugungi mehmonimiz Dilnoz opa. Biroz o'z haqida gaplashsak-da, keyin men savollarni berib ketaveraman. Qayerdadir agar noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam, siz bemalol tuzatib keting. Yo'q, men bunaqa emas, men bunaqa bo'ladi aslida deb. Chunki men siz bilan yana ham ko'proq narsalar bilib olaman. O'zi sizga yozganim aytdimki, birinchi bu o'zim uchun muhim. Qiziqaman bu mavzuga. Va boshqalarga ham tarix o'zi bilmadim. Hammaga qiziq bo'lsa kerak auditoriyaga. Boshladik. Avvalambor assalomu alaykum. Dilnoza Jamolovaman. Tarix Fanlar akademiyasi Tarix instituti direktorining ilmiy ishlar bo'yicha o'rinbosariman. Ayni paytda bola tarbiyasi bilan uydaman, lekin ilmdan usilib qolmaganman. Hozir ham har kuni tadqiqot bilan shug'ullanaman. Kelganingiz uchun rahmat. O'zi sizni tavsiya qilishdi. Bir necha tarixchiga yozganimda biz emas, Dilnozaga yozing. Ular o'rgangan biroz bu mavzu haqida dedilar. Men o'yladim, siz ham yo'q deysizmi deb. Lekin rahmat kelganingiz uchun men juda ham xursand bo'ldim. Shuning uchun men yana ham o'qidim. O'sha universitet vaqtida o'qigan bo'lsam, yana bir nimalar o'qiy. Bu podkast qiziq bo'ladi. Sababi men hech narsani bilmayman bu yerda. Mendan ahmoqona savollar chiqishi mumkin. Shuning uchun ham ko'rish kerak. Bir boshdan gaplashib ketaveramiz. Men bo'lib olganman savollarni. Hujum harakati qanday ijtimoiy yoki siyosiy sharoitlarda boshlangan? Umuman birinchi shu haqida gaplashamiz. Bo'limlarimda keyin paranjidan voz kechishi, qarshiliklar, yana shu haqida davom etib ketaveramiz. Agar men to'xtamay gapirib ketaversam, to'xtatasiz. O'zi siz to'xtamay gapirishingiz kerak. Yo'q, savollarga joy qoldirmay ketishim mumkin-da. Bilamizki, 19-asr o'rtalarida, 19-yuzillik o'rtalarida Rossiya imperiyasi Turkistonni bosib olish uchun o'z harakatlarini boshladi va 1865-yil Toshkent shahrini bosib olinishi natijasida Qo'qon xonligining katta bir qismi egallanib, Turkiston general gubernatorligi tuzildi 1867-yilda. Va Turkiston general gubernatorligi tuzilgandan keyin Rossiya imperiyasining endigi maqsadi Buxoro amirligi va Xiva xonligini ham egallash bo'lib hisoblanadi. Lekin tarixdan ma'lum, bular bilan yarim mustamlaka sharoitiga kelishuvga erishish natijasida shartnomalar imzolab, to 1920-yilgacha Buxoro amirligi va Xiva xonligi yarim mustamlaka sharoitda qoldi. Turkiston general gubernatorligi butunlay bu Qo'qon xonligini tugatilib, Rossiyani nazorati ostiga o'tgan hudud bo'lib hisoblanadi va mustamlakachi hukumat o'zini manfaatlaridan, o'zini maqsadlaridan, rejalaridan kelib chiqib, Turkistonni boshqarishga kirishadi. Davlat boshqaruv sohasida, jamiyatni boshqarish sohasida, aholi bilan munosabat, iqtisodiyot, ijtimoiy hayot, madaniy hayot, ma'rif hammasini o'zini nazorat ostiga oladi. Ayrim adabiyotlarda go'yoki Rossiya imperiyasi dastlabki paytda Turkistonni ma'rif ishlariga aralashmaganmish. Bu butunlay men qo'shilmayman, chunki birinchi navbatda mana shu von Kaufmanning fikri bor. Turkiston general gubernatori, birinchi gubernator. U aytadiki, biz deydi maktablarni nazoratimizga olmasak, tez orada mana shu millatni yangi yoshlari yetishib chiqib, ular albatta bizga qarshi qurol ko'taradi deydi. Va buning uchun deydi, biz maktabdanoq ularni miyasida mana shu bizga sodiqlikni tarbiyalashimiz kerak degan fikrlarni aytadi. Bu keyinchalik boshqa general gubernatorlar tomonidan rivojlantirilib, rus-tuzem maktablarning ochilishi va boshqa masala. Va shu bilan birgalikda Rossiya imperiyasini qiziqtirgan bir muhim masala bor edi. Rossiya imperiyasining birinchi maqsadi nima edi? Birinchi maqsadi paxta yetishtirish Turkiston hududida va arzon narxda paxtani tashib ketish va arzon ishchi kuchiga ega bo'lish. Chunki ular Rossiya imperiyasidan o'zini fuqarolarini ketirtirib paxta dalatlariga ishlatmaydi. Lekin ularni bir narsa hayron qoldiradi. Chunki Turkiston hududida, butun Turkiston mintaqasida faqatgina og'ir mehnatni erkaklar qilgan. Ayollar uy bekasi bo'lgan, bola tarbiyasi bilan shug'ullangan. O'sha paytda endi xizmatkor ayollar bo'lgan, ular ham dala ishlariga jalb qilinmagan. Faqat ro'zg'or tutimiga, mana shu uy ishlarini qilishga jalb qilingan. Va albatta bu Rossiya imperiyasi hukumatini e'tibordan chetda qolmaydi va ayollarni ham ishga jalb qilish, ulardan ham arzon ishchi kuch, tekin ishchi kuch sifatida foydalanish maqsadida ular o'zlarini dastlabki
qarash g'oyalarini, dastlabki harakatlarini 1900-yillarning boshlaridayoq boshlashadi. 1908-yilda Rossiya imperatori Tashqi ishlar vazirligi tomonidan Rossiya imperatori tomonidan topshirig'iga ko'ra graf Palin boshchiligidagi katta bir guruh Turkistonda iqtisodiy, siyosiy, madaniy jarayonlarni taftish qilish, davlat boshqaruvida qanday ishlar qilinyapti o'rganish uchun Turkistonga keladi. 1908-1909-yillarda ular butun Turkiston general gubernatorligini mana shu holatini o'rganadi. Va shu orada Buxoro amirligiga ham tashrif buyuradi. Buxoro amiri qo'shbegisi Nasrullo kutib oladi graf Palinni va o'zini savollarini qo'yadi. Yangi usul maktablari, ayollar masalasi va soliq masalasi. Chunki bilamizki, Buxoro amirligida g'ayridinlardan soliq olinardi va bojxona soliqlari ham oshirilgan edi va bu albatta Rossiya imperiyasiga ma'qul kelmas edi. Chunki bilamizki, ruslar bu biz uchun g'ayridin hisoblangan, ya'ni ular xristian diniga e'tiqod qilgan va mana shu soliqlarni yo'qotish, to'xtatish masalasini ham kun tartibga qo'yadi va shunda Nasrullo bu savollarga javob berishga faqatgina Buxoro amirligining 12 muftiysidan Ikromcha domla juda ham keskir, qo'rqmas, mard, jasur bo'lganligi uchun shu javob bera oladi deb o'ylaydi-da, uni mana shu graf Palin bilan uchrashtiradi va ular maktab masalasida suhbatlashadi. Ikromcha domla maktablarni qo'llab-quvvatlaydi, yangi usul maktablarini. Soliq masalasida ham o'zining fikrlarini aytadi, chunki shar'iy bilimlarga asoslangan, islom dinini juda ham yaxshi anglagan va davlat boshqaruvida bu narsani bu doirada amalga oshirayotgan muftiy har qanaqasiga ham Buxoro amirligining manfaatlaridan kelib chiqib gapiradi va ayollarni yopinib yurish masalasida ham ancha suhbat bo'ladi. Shunda Ikromcha domla bizni deydi ayollarimiz shariat nuqtai nazaridan paranjiga o'ranib yuradi. Xavfsizligi nuqtai nazaridan va shuning bilan birgalikda bizni dinimizda ayol kishi nomarhamlarga yuzini ko'rsatmasligi kerak degan fikrlarni aytadi. Shundan keyin graf Palin ketgandan keyin faqat shu gaplar bilan cheklanib qolmaydi. 1912-yilda fors arab tilida uni ayollarni o'ranib yurishi vojibligi to'g'risida risolasi e'lon qilinadi va bu butun bir Buxoro amirligiga, butun bir Turkiston hududida mashhurlashadi va unda Ikromcha domla bir necha tafsirlar asosida, Qur'on asosida va diniy kitoblar asosida ayollarni o'ranib yurishini isbotlab berishga harakat qiladi. Va ayni shu davrda bilamizki, Turkistonda jadidchilik harakati ketayotgan edi va aynan mana shu Rossiya imperiyasi musulmon o'lkalari bugungi Ozarbayjonda, bugungi Tataristonda ham bilamiz musulmonlar yashaydi. Ularning ayollari paranji yopinib yurmaydi, ular ham musulmon. Usmonli Turk sultonligi ayollari islom dinida, lekin bizni Turkiston hududi kabi paranjiga o'ranib yurmaydi. Va natijada 1908-yil Mahmudxo'ja Behbudiy tomonidan kutubxona tashkil qilingandan keyin Vaqt gazetasining 2 muxbiri Turkistonga keladi va Samarqandga kelib aynan Mahmudxo'ja Behbudiy bilan uchrashadi. Dastlab endi uni kutubxonasiga ta'rif berishadi. Hali endi tashkil qilinganligi uchun u kutubxonada hali o'quvchilarning yo'qligi, lekin bu Samarqand uchun bir yangicha bir kutubxona bo'lganligi va shundan so'ng suhbatini aytadi. Biz deydi savol berdik deydi. Nima uchun Turkistonliklarni biz tarixdan bilamiz. Paranjiga o'ranib yurmagan. Amir Temur saroyida malikalarni juda ham chiroyli, nafis kiyimlarda yurganligini, yuzlarini to'sib yurmaganliklarini ko'plab tarixiy manbalar, esdaliklar, xotiralar tasdiqlaydi. Lekin nima uchun bugungi kunga kelib Turkiston ayollari paranjiga o'ranib olgan? Bu sizni milliy kiyimingiz emas, bu eronliklarning kiyimi degan fikrlarni aytganimizda deydi, Mahmudxo'ja Behbudiy javob berishni xohlamadi deydi. Bormi? Rostini men qiziqayman. Ozarbayjonda, Tataristonda, ular ham musulmonda bunaqa kiyimda yurmagan. Ya'ni qandaydir ehtiyoj bo'lganmi ayollar shu kiyimda yurishi uchun? Yo'q, endi bizga masalan bugungi kunda ham e'tibor qaratsak, ayrimlar masalan islomni 5 ta nima deydi, farzini, 5 ta ibodatini amalga oshirmaydi, lekin modaga aylanib qolyapti. Hijobda yurish, buqralarda yurish, lekin agar o'zlari bilan suhbatlashsangiz 5 vaqt namozni bir vaqtni ham o'qimaydi yoki boshqa bir islomiy odatlarni ham amalga oshirmaydi yoki bo'lmasa og'zidan har xil gaplar chiqadi. Ular islomni anglamagan ham. Faqatgina
nima deydi, ufqga aylanganligi uchun kiyish holatlarini ko'ryapmizda. Lekin o'sha paytda ashtarxoniylar davridanoq boshlanadi. Savdo sotiq munosabatlarda kiyim-kechaklarning kirib kelishi va uni bizni xalqimiz tomonidan qabul qilinishi deb hisoblayman. Chunki bizani ayollarimiz Avestoda ham bor, turmushga chiqqandan keyin boshini o'rab yurgan. Bizani o'zimizni o'zbek ayollariga xos o'ralib yurish bo'lgan, ro'mol o'rab yurish. Chunki o'sha paytda ham tarixiy hujjatlarga qaraydigan bo'lsak, faqatgina qishloq ayollari shaharga chiqqan payti paranji yopingan. Lekin boshqa paytda ular o'zini hovlisida ochiq yurishgan, lekin tashqari hovli, ichkari hovli degan narsalar bor. O'sha hovlilarda ular masalan mehmonlar kelgan paytda ham erkak mehmonlarga xizmat ko'rsattirmagan bizning erkak bobolarimiz, o'zlari xizmat qilishgan. Va ana shunday bir sharoitda Behbudiy bilan Shakuriy javob berishmaydi. Javob berishni xohlashmadi deydi. Chunki deydi bular deydi, mana shu o'zlari ham deydi yangicha qarashlar tarafdori bo'lsalarda, ayollar bo'yicha eskicha qarashlarda qolgan degan fikrlarni aytadi. Mana bunaqa narsa borda, har bir erkakning ichida bir radikal odam bor. To'ppa-to'g'ri. Lekin bundan ham tashqari Abduqodir Shakuriy, Mahmudxo'ja Behbudiylar juda ham kuchli insonlar edi. Chunki ular mana shu taraqqiyparvar insonlar bo'lib hisoblanadi va Mahmudxo'ja Behbudiy 2 marta haj ziyoratini amalga oshirgan va haj ziyorati davrida Usmonli turk sultonligi Istanbulda bo'lganida ham o'zi hayratga tushadi. Chunki bozorda ayollar erkaklar bilan teng yurib savdo sotiq ishlarini qilib yurganligini ko'radi. Savdo bilan shug'ullanayotgan savdogar ayollarni ko'radi. Bizning masjidlarimizda ayollarga namoz o'qish mumkin emas, lekin bugun ham siz agar Turkiyaga borsangiz, ayollar uchun alohida xonalar bor va mana shu namozni biridan keyingisi kelishi orasida tikish, bichish, to'qish bilan shug'ullanayotganliklarini ham Behbudiy o'z ko'zi bilan ko'radi. Lekin aynan mana shu Turkistonga kelgan paytda nima uchun masalan hamma sohalarni islohot tarafdori bo'ldida, Mahmudxo'ja Behbudiy bu narsaga kelganda to'xtadi. Va Hoji Muin ham savol bergan, ustoz deydi, hamma sohada islohotlarni boshlab berdingiz, shuning uchun harakat qilyapsiz. Nega ayollar masalasida jimsiz deganda aytadiki, bizni jamiyatimizning erkaklari ham ayollari ham bu holatga tayyor emas. Shu uchun bu masalani deydi chetga chiqaraylik. Shundoq ham deydi o'zi yetib ortadi. Jadid qadim nizosi, ulamolar va bizlar jadidlar o'rtasidagi munosabatlar. Agar biz deydi hozir deydi ayollarning kiyimi masalasini ham deydi yuzaga chiqarsak deydi, ularning ham ijtimoiylashuvi, erkaklar bilan bir xil teng mehnat qilishini chiqarsak, yana bizda deydi jamiyatda deydi bo'linish sodir bo'ladi deydi. Biz deydi yanada deydi parchalanib ketamiz deydi. Bizni mana Rossiya imperiyasi deydi ko'rib turibdi deydi. Ular uchun juda ham qulay bo'ladi-da, yanada deydi mana shu mustamlakachilik siyosatini kuchaytiradi. Shuning uchun buni qo'yishimiz kerak deydi. Vaqti keladi. O'sha paytda bu ishlar amalga oshadi degan fikrlarni aytadi. Bu qo'rqqandan emas. Bular mana shu bizni o'zimizni tabiiy sharoitimizni, insonlarimizni, erkaklarimizni, ayollarimizni anglab yetish natijasida bular tinchlik nuqtai nazaridan, xotirjamlik, farovonlik nuqtai nazaridan aynan mana shu narsaga norozilik bildirganlar. Va shundan keyin bu masalani bilasiz, 1920-yillargacha yopiq qoladi. Ya'ni ayollarning kiyinish masalasi bo'yicha hech qanaqangi harakatlar amalga oshirilmaydi. Faqatgina endi bilamiz, ko'plab taraqqiyparvar ulamolar, ishbilarmonlar, tadbirkorlar farzandlarini bilim olishiga e'tibor qarata boshlashdi. Juda ham ko'p bo'lmasa-da, Xayriniso Majidovaga o'xshagan, Maryam Sulton Murodovaga o'xshagan qizlarimizni Germaniyada tahsil olish uchun yuborganliklari bu albatta bizning jamiyatimiz ayollarni to'rt devor orasida ushlab turish degani emas. Men doim aytaman, uyda o'tirib yoki paranji kiyib yurgan ayol bu qul degani emas. Chunki bizning necha yillik an'analarimiz, urf-odatlarimiz bo'lgan, shunga bular amal qilib kelishgan. Va bu narsaga albatta erkaklar ham o'rganib qolgan. Lekin Sovet hokimiyati, bolsheviklar o'zlarini jirkanch maqsadlarini amalga oshirish uchun, albatta iqtisodiy foyda ko'rish uchun endi ular 1920-yillardan boshlab yana ayollarni paranjisini yechish ular uchun birinchi muhim narsa bo'lib hisoblangan. Ya'ni mana shu ishlab chiqarishga jalb qilish maqsadida o'zlarining harakatlarini boshlaydilar. Turli xil klublar tashkil qilinadi, arterlar, hunarmandchilik uylari tashkil qilinadi, savodsizlikni tugatish kurslari tashkil qilinadi va buning uchun juda ham katta bir guruh tuziladi. Ular mahalla, uyma-uy kirib, ayollarga mana shu hunar o'rganish uchun targ'ibot o'tkazilgan ekan. Targ'ibot qilingan. Bu 5 yil, 6 yil davom etdi. Lekin o'zini natijasini bermadi.
chunki bizda men o'ylaymanki nafaqat o'zbeklarda, nafaqat Turkiston aholisida, balki butun dunyoda o'zini an'analariga, urf-odatlariga sodiqlik bor narsa. Shundan keyin Kommunistik partiyani O'rta Osiyo komiteti 1926-yilda yig'ilish o'tkazadi-da, majburiy ravishda ayollarni paranjisini yechish bo'yicha harakatni boshlash bo'yicha topshiriq beradi. Va butun bir komanda shakllantiriladi, guruh shakllantiriladi hukumat tomonidan va bu ishni amalga oshirish uchun harakatni birinchi bo'lib partiyaga a'zo bo'lgan, bilamizki o'sha paytda bolsheviklar kommunistik partiyaga asos solgandan keyin ko'pchilik a'zo bo'lishni boshladi. Chunki partiyaga a'zo bo'lganlarga juda ham ko'p imtiyozlar bor edi. Part bilet degan narsa bo'lgan, partiya bileti bo'lgan narsaga hamma narsa yashilchiroq bo'lgan. Va ana shunday qilib birinchi bo'lib aytganki, o'zbek xalqi, Turkiston xalqi, turkmanlar, qozoqlar, tojiklar bu bizni majburlovimizni qabul qilmaydi. Shuning uchun deydi, birinchi deydi o'zimizni mana shu partiya a'zolaridan boshlaymiz deydi. Va partiya a'zolari ham kunduz kuni bularni borib chachvonni, paranjisini yechtirgan. Uyga borgandan keyin paranjiga tiqib qo'ygan. Kiyasan degan. Bunaqa narsalar juda ham ko'p bo'lgan. Aynan shu masalada men 2014-yili O'zbekiston Respublikasi Prezidenti apparati administratsiyasi arxivi Buxoro viloyati bo'limida tadqiqot olib borganman. Chunki biz Buxoro tarixi konsepsiyasini yozish bo'yicha harakat qilayotgan paytimizda shunda arxivni ish yurituvchisi deymizmi endi, arxivni nazoratchisi deymizmi, shu opa bilan juda ham ko'p suhbatlashganman-da. Yoshlari katta edi, juda ham yoshlari katta edi. Ancha yillardan beri mana shu Buxoro viloyati bo'limi arxivida xizmat ko'rsatardilar va biz suhbatlashganmiz. Shunda o'xshayotganlar. Mani dadam Sovet hokimiyatiga juda ham yaxshi xizmat qilgan, partiya a'zosi edi. Lekin bir narsaga hayron bo'laman. Bizani uyimizda yashirincha namoz o'qilardi. Bizani uyimizda yashirincha Navro'z nishonlanardi, Dilnoza deydilar-da. Va qarang, hukumatda ishlab turib, uyida boshqa tutum tutgan bir paytda biz oddiy odamlarimizdan nimani kutishimiz mumkin? Chunki ular o'zini an'anasiga, urf-odatiga sodiq edi. Va natijada 1927 bir yil davomida harakat olib boriladi, tayyorgarlik ko'riladi. 1927-yil 8-mart kuni tanlanadi. Chunki bilamizki, 1911-yil 8-mart bu xalqaro ayollar kuni. Hozirgi 8-mart nishonlashimiz hech qanaqangi hujumga bog'liq emas. Chunki hujum uyushtiruvchilari ham aynan 8-mart tanlashdi. Xalqaro ayollar kunini tanlashdi. Va mana shu kuni demak nishonlaversak bo'ladimi bayram? Albatta, bu bolsheviklar tomonidan o'ylab topilgan. Bu hujjatlarda ham bor 8-mart tanlashi. Chunki 27-yilgacha 1911-yilda Amerikada qabul qilingan 8-mart kuni xalqaro ayollar kuni sifatida nishonlanishi. Xalqaro xotin-qizlar kunini birinchi hujum harakati, paranji yechish kuniga hech qanaqangi aloqasi yo'q. Faqatgina ular shu kuni tanladi. Mana masalan biz ham bir narsaga nima deydi, amalga oshirish uchun shu bilan bog'liq bir an'anaga harakat qilamiz-ku, rioya qilamiz-ku. Xuddi shunga o'xshagan holat qilingan. Va mana shu markaziy shaharlarda timsol sifatida olovga paranjilarni tashlash uchun harakatlar boshlanadi. Va unda ham ayollar mana shu turli xil qistovlar, qo'rqitishlar bilan, majburlovlar bilan olib kelinadi va ular paranjisini tashlaydi. Lekin bu yaxshilik olib kelmaydi. Oxiri yaxshilik bilan tugamaydi. Chunki biror bir erkak, Turkistonlik erkaklar bu narsani xohlamaydi. Va natijada mana shu paranji tashlagan bugungi kunda tarixiy adabiyotlarda 2,5 ayol o'ldirilgan, akasi, ukasi, otasi tomonidan deyiladi. Lekin ularning soni 2-3 barobar. Hatto undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Ataylab kamaytirilgan. Bu narsa hozir ham bor. Ataylab ko'paytirish, ataylab kamaytirish bu sovetlardan qolgan meros deb o'ylayman men. Lekin aynan men shu arxiv hujjatlari bilan tanishish jarayonida Bosh prokuraturani, O'zbekiston SSR Oliy sudini hukmlarini bilan tanishish jarayonida bu kabi holatlar juda ham ko'p bo'lganligiga guvoh bo'lganman. Va aynan 27-28-yillarda amalga oshirilgan hujum harakati 2 yilda to'xtab qolmadi. Bu holat ancha payt davom etdi. 30-yillargacha davom etdi. Ayrim ayollar paranjisini tashlamadi. 50-yillargacha ham ayrim qishloqlarda ayollarni paranji yopinib ko'chaga chiqqanligi haqidagi biz bilamiz.
chunki o'sha aynan shu davrda yashagan bobolarimiz momolarimiz bilan suhbatlashganmiz, sallasini tashlamagan erkaklarimiz bo'lgan. Mana qo'ying, ayollarni paranjisini yechtirishdan tashqari bizani boshimizdan do'ppimizni erkaklarimiz boshidan do'ppisini yechib oldi, sallasini yechib oldi. Xuddi mana shunaqa holat sodir bo'lgandan keyin endi aynan o'sha 27-yil, 28-yillarda butun Turkistonda hujum harakati tashkilotchilariga nisbatan qarshilik harakatlari, norozilik harakatlari yuzaga keldi. Lekin Sovet hokimiyati doimgidek qurol kuchi bilan, qo'rqitish kuchi bilan, qamash kuchi bilan mana shu harakatlarni to'xtatdi. Va aynan mana shu yillarda 671 kishi qamoqqa olinadi. Ayolga og'ir tan jarohati yetkazish, o'ldirish. Ular paranjini tashlagandan keyin erkaklar ularga shu ayollarga zo'ravonlik qilgan qadar. Chunki ayrim ayollar kiymayman paranjini degan, kiymasang degan o'ldirgan. Va mana shu ulardan 8 nafari otuvga hukm qilinganligi juda ham qiyin holatlar bilan, endi masalan nafaqat xotini, qizi, kelinigacha o'ldirish holatlari ham bo'lgan. Bular albatta hujjatlarimizda bor. Va mana shu natijasida ularning ham soni juda ham ko'p bo'lishi mumkin. 671 ta emas, ular 1000 dan oshiq bo'lishi mumkin. Chunki 2018-yili, 2020-yili prezidentimizni mana shu Qatag'on qurbonlari xotirasini abadiylashtirish, ularni o'rganish bo'yicha farmoyishlari e'lon qilingandan so'ng Qatag'on qurbonlari muzeyi tomonidan guruh tashkil qilindi va men o'sha paytda Buxoro davlat universitetida ishlardim. Va Qatag'onlarni o'rganish bo'yicha maxsus guruh bilan kelib O'zbekiston Milliy arxivida o'tirib ishlaganmiz. Shunda tarixchimiz endi faqatgina Qatag'onlar bilan qiziqmasdan qo'limizga tushgan har bir hujjatga qaraymiz. Qani bunda nima yozilgan ekan? Va mana shunday bir sharoitda hujum harakatining ikkinchi bosqichi oqibatlariga guvoh bo'lganman. Chunki hujum harakati amalga oshirildi, majburlik bilan ayollarning paranjisi yechildi. Ular 5000 dan ortiq ayollar deydi ishlarga jalb qilindi degan fikrlarni aytiladi va o'sha hukumat rahbarlari tomonidan ayollarni nafaqat hukumat darajasidagi ishlarga, sud maslahatchisi va boshqa ishlarga, balki ularni ishlab chiqarishga jalb qilish ko'proq foyda keltiradi degan fikrlar keltirildi. Ayol kishi g'isham tashiydi dedi, ayol kishi g'isham tera oladi dedi, duradgorlik ham qilib biladi dedi, traktor ham hayda biladi dedi. Va mana shu traktorchilik kurslari ham tashkil qilindi. Balnovning bir gapi bor. Mana shu 20 ming traktorchini 50%, 27 ming traktorchi kerak O'zbekiston SSRga va shuni 20 mingi ayollar bo'lish kerak deydi. Hattoki 50% dan ham ko'p. Ishlab chiqarish korxonalariga deydi, ayollarni jalb qilishimiz kerak deydi, og'ir sanoatga, metal ishlab chiqarishga 50% ayollar bo'lish kerak deydi. Dala ishlariga 80% ayollar qo'liga ketmon ko'tarib dalaga olib chiqilgan 80% o'zbek ayollari bo'ldi, turkman ayollari bo'ldi, tojik ayollari bo'ldi. Va buni nimasi ozodlik? Bu qullik edi. Faqatgina paranji bir bahona edi. Paranjini tashattirdi, xurlas yaxshi. Nima qiladi ayollarni og'ir mehnatga jalb qilib? Bu bolsheviklarning nayrangi edi. Ular o'zlarining iqtisodiy manfaati uchun shu ishni amalga oshirdi. Va ma'naviy zarar yetkazdi o'zbek xalqiga, turkman xalqiga, tojik xalqiga, Turkiston xalqiga. Chunki bizani erkaklarimizni oriyati ayollar edi. Mana shu ayollar orqali ularni yanada g'ururini paymol qilish, mustamlakachilikni yana bir ko'rinishlarini ko'rsatish uchun bular shu ishni amalga oshirdi. Agar Sovet hokimiyatining bu siyosatini qo'llab-quvvatlaganda Turkiston erkaklari ayolni o'ldirmasdi, qamalmasdi, otib o'ldirilmas edi. Va mana shu Farg'ona vodiysida juda ham ko'plab norozilik harakatlari bo'ladi, xalq chiqishlari bo'ladi. Nafaqat Farg'ona vodiysida, Samarqandda, Buxoroda ham xuddi shunday holatlar sodir bo'lgan. Men plakatlar ko'rdimda internetda. Paranji bitsin deb yozilgan, ayollar o'sha rasmlar eski plakat ko'tarib rasmlar borda endi. Men o'ylayman. Demak, o'sha endi Sovet hukumlari ayollarni obyekt sifatida olgan shu narsaga va ayollar ham o'zi istagan bu narsani tugatishni, ya'ni paranjidan chiqishni istagan va shunaqadir mitinglar bo'lgan, qanaqadir, ya'ni biz paranjini yechamiz deb. Ayollar ko'proq xayrixoh bo'lgan deb o'yladimda, rasmlarni ko'ribdi. Endi qarangda, o'sha paytda masalan men aynan 19-yuzillik oxiri, 20-yuzillik boshlari bo'yicha shug'ullanaman va nafaqat jadidchilik, balki o'sha davrdagi siyosiy jarayonlar ham meni e'tiborimdan chetda qolmaydi. Ayolmi,
erkak masalasimi, bolalarning huquqlarimi va aynan mana shu mavzuga oid juda ham ko'plab manbalar bilan tanishib chiqishim jarayonida bizani ayollarimiz farzand tarbiyasi bilan shug'ullanishi belgilab qo'yilgan va ularni iqtisodiy nima deydi ta'minoti ham yaxshi qilib qo'yilgan. Ijtimoiy jihatdan ham ularga e'tibor juda ham yaxshi bo'lgan. Va ular savodsiz bo'lmagan, o'sha holatda. Savodsiz bo'lmagan. O'sha paytda qizlar maktabi bo'lgan. Har bir oila farzandini mana shu qizlar maktabiga bergan, hunar o'rgatishga bergan va oilaga tayyorlagan. Bu tabiiy, chunki bundan tashqari musulmon davlatlarini ta'lim jarayonlari bilan tanishganimda ham Manaman degan davlatlarda ham ayollarga mana shu oilaga tarbiyalash sifatida maktablar tashkil qilingan bo'lgan. Ularga qo'shish, ayirish hisob, o'qish, she'rlar yodlatilgan, kitoblar o'qitishda o'rgatilgan. Bundan tashqari albatta unga hunar o'rgatilgan. Va bu bizning jamiyatimizga ham xos edi. Va o'sha paytda ayollarimizni turmushga chiqayotganda mahrlarni belgilanishi, uni iqtisodiy ta'minotini tashkil qilib qo'yish bo'lgan. Chunki aynan 1911-yil Buxoro amiri tomonidan farmon chiqariladi va farmonga ko'ra qiz bola turmushga chiqayotgan paytda 150 tanga, juvon turmushga uzatilganda 75 tanga mahr belgilangan. O'sha paytda endi ko'ramiz, bu qanchalik ayolni ta'minotini qoldirgan va shuning natijasida men o'sha paytda qishloq xo'jaligi mahsulotlari asosiy o'rinda bo'lgan. Bilasiz, sanoat korxonalari hali yo'q edi 20-100-yillik boshlarida va o'sha paytda bitta ona bola sigir 5 tanga, qo'y 3 tanga, echki 2 tanga bo'lgan. Endi tasavvur qiling. 150 tanga. 150 tangaga 30 ta sigir beradi. 30 ta sigir bilan u ayol o'zini butun bir ta'minotini qilib qo'yadi. Bundan tashqari Buxoro amirligida, nafaqat Buxoro amirligida, bizning butun Turkiston jamiyatimizda qiz bola turmushga chiqayotgan payti sep degan narsa bo'lgan. Bu Buxoro amirligida ancha yuqori bo'lgan. Tilla qazib chiqarish endi Buxoro amirligida juda ham yaxshi bo'lganligi sababli eng kambag'al oilalar ham o'zini qizini turmushga berayotgan paytda 1-2 kilo tilla taqinchoq bilan turmushga berishgan. Mana shunaqa holatlar bo'lganda va bundan ko'rishimiz mumkin, iqtisodiy mustaqil, o'zini mahri bor. Erkak kishi ko'z olaytirmagan. Kasal bo'lganda eri bo'yniga olgan uni davolatishni va farzandlar tarbiyasiga e'tibor qaratgan, uni dam olishi uchun imkoniyatlar yaratib bergan va mana shu turli xil tadbirlar, marosimlar o'tkazishgan. O'zlari juda ham o'sha musulmon tadbirlari, hayitliklar, to'ylar kamlik qilganga o'xshagan, yana boshqa marosimlar ham o'ylab topilgan. Va bu marosimlarni boshida ularni bozor o'charini qilib berishda erkaklarni o'zi turganini Ikromcha domla yozadi. Isrofli marosimlar risolasida, chiqishida, mashhur bid'atlarda. Va bundan ko'rishimiz mumkinki, qanaqa qilib masalan bitta paranji yopinish bu qullik hisoblanadi-da. Va mana shunday, bu faqatgina bolsheviklarning o'zlarining iqtisodiy manfaatlari uchun o'ylab topilgan narsa edi va biz buni keyingi jarayonlarda ko'rdik. Endi ular ayol kishi oilasidan uzilib dalalarga juda ham ko'p jalb qilinmaganligi natijasida kazarmalar tashkil qilgan. Katta dala shiyponlar tashkil qilganda erkaklar ayollarni mana shu shiyponlarga mavsumiy olib ketishgan. Va aynan mana shu davr bilan bog'liq voqealarni ham oxiri salbiy holatlar bilan tugaganligi haqidagi ma'lumotlarni biz arxiv hujjatlarida ko'ramiz. Lekin o'zi tarixda ma'lumki, hech bir harakat qarshiliklarsiz bo'lmaydi, baribir qiyinchiliklar bo'ladi yangi o'zgarishlar uchun. Men juda boshqacha tasavvur qilgan ekanman. Ayollar juda ham yomon abgor ahvolda bo'lgan. Juda ham savodsiz, qanaqadir qiyin ahvolda bo'lgan, faqat oila ro'zg'or ishlari bilan band bo'lganda, ya'ni ularga moliyaviy ham yordam berilmagan. Erkaklarni ham qanaqa yomon tasavvur qilgan ekanman-da o'sha davrda. Va ularni paranjidan yechilishi, paranjini ular tashashi, ular ishlashni boshladi, ular yaxshiroq yana o'zini puli bo'ldi, ha, shunaqa. Shunaqa tasavvur qilgan ekanman. Yo'q. O'sha imkoniyatdan kelib chiqib, masalan, yigit kishi uylanayotgan paytda albatta mana shu amir tomonidan, hukmdor tomonidan belgilangan mahrni yiqqandan keyin oila qurgan va hech qachon unga ko'z olaytirmagan. Endi o'sha paytda shariat bilan bog'liq boshqa jihatlar bor. 4 ta xotini bor edi, 2 xotini bor edi, shunaqalar ham jazolanish holatlari bo'ldi. Lekin bu ham shariatimizga mos bo'lgan. Endi o'shanda ham sharoitga yetgan kishilar uylanganligini bizda tarixiy manbalar tasdiqlaydi. Turkiston jamiyatida hamma erkaklarning 4 ta, 3 ta, 2 ta xotini bo'lmagan.
qachonki imkoniyati bo'lganini xotini soni oshib boravergan. Demak, boyroqlari ko'proq Bu lekin shar'iy bo'lgan. Yo'q, o'sha paytda shar'iy bo'lgan. Uni birinchi xotini, ikkinchi xotini xabardor bo'lgan, lekin bugun biz boshqa narsalarni ko'ryapmiz. To'g'rimi? Salgina pul ko'paysa, nima ishlar qilayotganini ko'ryapmiz, lekin o'sha paytda bizning xalqimizning e'tiqodi juda ham mustahkam bo'lganda, islomni juda ham yaxshi anglashgan. Va mana shu ayollarimizni hech qachon abgor ahvolga olib qo'ymagan. 4 devor orasida saqlash bugun ham bor. Ayrim oilalarda qiz bolaga nisbatan, qiz farzand tug'ilishiga nisbatan bugun ham eshitamiz ba'zan. Lekin o'sha paytda ham ayrim oilalarda ayollarni 4 devor orasida ushlab turilishini butun bir Turkiston jamiyatiga nisbatan ishlatishni men xohlamayman. Chunki tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori Nargiza Ismatova Buxoro amirligida vaqf ishlari bo'yicha ilmiy ish qildida. O'shanda vaqfa ayollar degan qismi bor. Men taxlizchi bo'lganman bo'lim muhokamasida va o'rtahol oilalar ham hattoki farzandlariga vaqf yer qoldirishgan. 2 gektar, 10 gektar, 1 gektar yer qoldirishgan va mana shu ayollar otasidan meros qolgan mulkini masjidga, madrasaga, maktabga, xonaqohlarga vaqf qilib bergan. Aynan o'sha daladan masalan yig'ilgan hosildan keladigan daromad maktabni kelajagi uchun ishlatilgan. Endi tasavvur qiling. Men amaldorlar haqida gapirmayapman, o'rtahol oilalar haqida gapiryapman. O'zini qiziga ham meros qoldirgan bir paytda o'sha meros faqat o'g'il farzandlarga qoldiriladi. Bu hammasi yolg'on gap. Bu mana shu qizlarga ham merosni qoldirganligi, ularning iqtisodiy ta'minotini yaxshilaganligini ko'rishimiz mumkin. Faqatgina bizada qarashlar mana shu ayollarni o'ranib yurishi, ochiqqa chiqishni xohlashmagan. Ikromcha domla ham aytadi. Ayol kishi deydi, erkaklar to'planadigan bozor joylarida yurmaslik kerak. Bugungi kunda ham lekin xavfli bunaqa narsa. Siz bir o'zingiz masalan, men bir o'zim yigitlarni, to'da yigitlar orasidan o'tib ketaman. Gapiradi. Istasa, istamasa gapiradi. U yerda gap o'tib qo'yadi. Ha, gap o'tadi. Bo'ladigan holat u. Ha, shunda Ikromcha domla aytadiki, erkaklar ko'p to'planadigan joylarda, bozor joylarida yurmaslik kerak deydi. Va Buxoro amirligini bilasizki, 150 ta guzar bo'lgan. Bu har bir ko'cha degan. Ko'cha qaysi ko'chadan erkaklar ko'p yuradi, ayollar kam yuradi, shungacha bilishganda, mana shu ko'chalarning orasi uzoq emas. Ayollar erkaklar kam yuradigan ko'chadan yurish kerak deydi. Bu xavfsizlik nuqtai nazaridan deydi. Chunki deydi, bizda deydi, cho'rilar deydi, faqatgina yopinchiqsiz yuradi. Va cho'rilarga har kim ham gap otaveradi, gap sotaveradi. Ayollarimiz paranjida yurishi buni egasi borligi, cho'ri emasligini ko'rsatadi degan fikrlarni aytadi. Ayol-ku, to'g'rimi? Endi qarang, bu o'sha davrning tushunchasi. Lekin bugungi kunga to'g'ri kelmaydi albatta. Albatta. Lekin mana shunaqa holatlar bo'lgan. Keyinchalik mana bu bolsheviklarni ham aynan shu narsani tanlagan behudaga emas edi. Sovet hokimiyati bizani ulamolarni chaqiradida idoralarga targ'ibot qilasan deydi. Paranjini zarari va ayollarni 4 devor orasida ushlab o'tirilishi va ularni jamiyatga jalb qilinmasligi bu islomda yo'q deb targ'ibot qilasan deydi. Lekin bizani haqiqiy dindorlarimiz bunga qarshilik qilmaydi. Shunday soxta dindorlar yasab olinadi-da, ular orqali butun bir xalqning orasida mana shu paranjini zararlari, ayollarni uyda ishlab o'tirmasligini zararlari haqidagi targ'ibotlar tarqala boshlaydi. Ular o'zi hujumni, agar hujum bo'yicha kitoblarni o'qisangiz, o'sha davrda aynan boshda turganlarning keyinchalik yozgan xotiralari bor. Ular aytadiki, birinchi navbatda deydi, jamiyatni eng oldi qatlamlari, diniy ulamolar va boylar bu narsaga qarshi chiqdi. Oddiy erkaklar bu narsaga qarshi chiqdi deb o'zlari tan oladi. Lekin bu narsani o'zlari amalga oshirishdi. Lekin albatta bu keyinchalik ayollarning og'ir mehnatga jalb qilinish sharoitini keltirib chiqardi va bu an'analar toki mustaqillik davrigacha ham davom etdi. Mustaqillikdan keyingi davrlarda ham davom etdi. Ayollar mehnatdan dalada foydalanish, ko'chada foydalanish faqatgina bugungi kunda Yangi O'zbekiston hukumatini olib borayotgan siyosat tufayli ayollarimizga nisbatan juda ham bir erkinlik, ularni masalan himoya qilish masalalari, inson qadri masalasi birinchi o'ringa chiqqanligini ko'rishimiz mumkin. Oddiygina o'ylang, 1-oktyabr kuni o'qituvchilar va murabbiylar kuni, lekin o'qituvchi va murabbiy 1-oktyabr o'qituvchilar va murabbiylar kuni paxta dalasida nishonlaydi. Men eslayman, hatto men o'qigan yilda ham qaysidir yilgacha ustozimiz chiqardi paxtaga. Yo'q bo'lib ketardi, o'sha dekabrgacha yo'q bo'lib ketardi.
Keyin eslolmayman aynan qaysi yildan keyin 2016-yil maktab bitirganman, lekin bor edi 2016-yilgacha. Endi e'tibor qarating, o'sha paxtaga chiquvchilar shifokorlar va o'qituvchilar edi va shifokorlar va o'qituvchilarning 80% ayollar edi. Bu ayollarni mehnati emasmi? Bu ayollarni og'ir mehnatga jalb qilish emasmi? Xuddi mana shunaqa holat sovetlardan bizga meros bo'lib qolgan jihat edi. Ular bu narsani juda ham maromiga yetkazib amalga oshirishdi. Va aynan mana shu ishni targ'ib qilishda xalq orasida taniqli bo'lgan ayollarimizdan foydalanishdi. Xayniso Majidovalar, Maryam Sultonmurodovalar, Sobira Xoldorovalar, masalan, mana shu hujum harakati bo'yicha bolsheviklar siyosatini qo'llab xalq orasida targ'ibot tashviqot ishlari olib borishdi. Lekin ular o'zlari aslida bu savodsizlik kurslarida o'qishmagan. Ular o'zlari jadid maktablarda o'qishgan, rus tizi maktablarda o'qigan ayrimlari, xorijda borib o'qib kelgan. Lekin mana shu siyosatini qo'llab-quvvatlab targ'ibot qilgan bo'lsalarda, sovet hokimiyati ularni ayab o'tirmadi. 37-38-yillarda otib o'ldirdi. Necha yillik qamoq muddatlarga surgun qilindi, qamoqqa olindi. Va mana shunday bir ayollarimizga nisbatan vahshiyona munosabatda bo'linganligini ko'rishimiz mumkin. Ayollarning ozodligi masalasini kun tartibiga qo'ygan sovet hokimiyati bolsheviklar nima uchun 37-38-yilda 100 minglab kishilarni tergov qilgan paytda ularni ayollarni ham qamab qo'ydi? Bu ozodlikmi yoki qullikmi? Mana shu jihatlarga e'tibor qaratishimiz kerak. Bugungi kunda tarixchilar oldida o'rganilmay qolayotgan mavzulardan biri mana shu hujum harakati bo'lib hisoblanadi. Bu albatta qo'sh tirnoq ichida. Chunki bu majburiy amalga oshirilishi kerak bo'lgan harakat bo'lib hisoblanadi va mana shu masalani chuqurroq o'rganish va xalqimizga yetkazish, bu davr tarixini yaxshi anglab olishlari uchun albatta katta tadqiqotlarni amalga oshirishga to'g'ri keladi. Bitta savol kelyapti menga. Demak, ayollar baribir ham o'sha hujum harakatigacha uyda o'tirib, обычный yashagan. Endi men tilimda aytganda, yaxshi, normal ketgan hamma narsa. Lekin bugungi kunga kelib, qayerdan kelib chiqdi ayollar o'qisin degan gapni ko'payishi. Va haligacha ham bor-ku, qizlarni o'qitmaydigan, o'qib shahar olib berasanmi? Sen faqat oilangda bo'lishing kerak. Bu gaplar unda qayerdan kelib qoldi deyman. Agar hozir keyin yana bir narsa aytmoqchiman. Meros masalasini ham aytdingiz-ku, qizlarga qoldirgan deb. Hozir faqat masalan o'g'ilga qoladi-yu. Endi u meros masalasi qonunimizda mustahkamlab qo'yilgan. 4 ta farzandini 3 tasi qiz, bittasi o'g'il bo'lsa ham o'g'ilga meros qoldirish degan narsa yo'q. 4 talasiga teng taqsimlanishi kerak. Bu uchun ular o'zini huquqiy bilimini yaxshi bilish kerak-da. Men shu bilim o'rganib, dadam bilan hisob-kitob qilaman unda. Endi bizda bilasizmi, bu ham an'anaga aylangan, lekin shunday bo'lganki, o'sha paytda masalan ota-onalar qolgan farzandlarini ham ta'minlab qo'yishganda, o'shalarni ta'minoti darajasidagi bitta uyini kenjasiga meros qoldirsa, bu norozilikka sabab bo'lmagan. Mana shunaqa bo'lgan. Mana masalan hozir aytdim, 8 kilodan to eng kami 600 grammgacha tilla taqinchoqlar bilan berilishi, mahr masalasi olib qaraylik. Juda ham bizda an'analar axloqiy nuqtai nazardan, ma'naviy, moddiy nuqtai nazardan shunaqangi bir tartibga solinganki, opa, aka, ukasiga uy meros qoldirilgan paytda norozilik bildirmagan. Chunki unga berilgan moddiy ta'minot ham bundan kam bo'lmagan. Bugungi kunda endi boshqa masala. Bugungi kunda albatta meros taqsimoti, men bugungi jamiyatimizdagi insonlarni aralashmayman, faqat tarixiy jihatni olib qaraganda bizning ota-bobolarimiz mana shunaqa bir diyonatli, bag'rikeng, insofli yo'l tutgan har bir farzandiga. Yaqinlargacha ham xuddi mana shunday holatni ko'rganman. Farzandini har biriga uy-joy qilib beradi. O'zbek oilasi har biriga ota-ona maksimal harakat qilishadi, bor unaqa ham. Mana shunday. Lekin ayrim oilalarda o'sha paytda ham bo'lgani kabi holatlar bugungi kunda ham takrorlanishi mumkin. Keyin o'sha ta'lim masalasida so'ramoqchiman. Ta'lim masalasiga keladigan bo'lsak, bugungi kunda ayollarning ta'limiga e'tibor qaratish kerak. Bugungi kunda O'zbekiston hukumatining asosiy vazifasi ayollarni ta'lim olishiga imkoniyatlar yaratib berish, ayollarni o'zlarini sevgan kasblari bilan faoliyat olib borishlariga yordam berishdan bo'lib hisoblanadi-da. Hatto magistraturani ham tekin qilib qo'ydilar. Davlatimiz rahbari juda ham o'qiydigan ayollar. O'qiydigan ayollar juda ham ko'p.
Lekin ayrim oilalarda farzandini o'qishiga qarshi chiqish holatlari yoki ta'lim olishini istamasdan ularni yoshlarni turmushga berish holatlari kuzatilishi bu hamma davrda ham bo'lgan va albatta men o'ylaymanki bu o'sha oilani mana shu na dunyoviy bilimi na diniy bilimi bo'lganligidan dalolat deb hisoblayman. Lekin hozir agar o'sha oilani farzandlari murojaat qilishsa, albatta bu johillikka albatta hukumatimiz qarab turmaydi, barham beradi. Va mana shu narsalarni ko'rishimiz mumkin. Bugun ta'lim olish masalasini 10 yil oldin aytilgani kabi aytish ham shart emas deb o'ylayman. Chunki hammasi hozir o'zingiz aytganingizdek iqtisodiy ta'minot bilan bog'liqda. Hozir masalan qiz bola o'qisa, o'ziga mos ish bilan shug'ullanadi, og'ir mehnat bilan shug'ullanmaydi. Men hali biror bir ayollarni o'sha oltin koniga ishlash bo'yicha bilim olishga harakat qilayotganligi, traktorchilikka o'qiyotganligi haqida eshitganim yo'q. Ular juda ham yaxshi sohalarni tanlab o'qishyapti. Eng kamida shifokorlik bilan o'qituvchilik. Ular zamonaviy kasblarni tanlayapti. Ular iqtisodiy sohalarda ishlashni tanlayapti. Va bu albatta oilasiga daromad keltiradi. Men 2016-yili doktoranturaga kirganman-da. O'sha paytda doktorantlarga juda ham kam maosh to'langan. Va bu albatta meni oila a'zolari noroziligiga sabab bo'lgan. Lekin ota-onam meni juda ham qo'llab-quvvatlashgan. Chunki men ilmga qiziqaman. Men nima bo'lsa ham shu ilm qilishim kerak deganim uchun meni qo'llab-quvvatlashganda. Lekin mana shu qiyinchiliklar bilan bo'lsa ham ilmiy tadqiqotni boshlaganman. Doim e'tirof etaman davlatimiz rahbarini. 2017-yili o'zlarini mana shu prezidentlik ishini boshlagandan keyin birinchi navbatda olimlarga e'tibor qaratdi. Doktorantlarning maoshi bilasizmi? Men 600 ming olganman, 2 millionga chiqdi. Zo'r. 3 baravardan ham oshiq bo'ldi. Va bu 2 million pul bilan siz bemalol yashay ham olasiz, bemalol ilm bilan shug'ullanasiz, arxivdan, kutubxonadan hujjatlarni bemalol kseriskopiya qilasiz, nusxasini olasiz, oilangizga ham yordam tegardi. Va o'sha payt to'g'rimi? Bana 2016-17 haqida gapiryapman. Hozir oddiygina masalan doktorant 6 million stipendiya oladi. Katta doktorantura 7 million stipendiya oladi. Ha, ya stipendiya bo'lsa yaxshi. Albatta bu turmush o'rtog'ini ham, qaynotasini ham bu doktoranturaga kirishni o'zi qo'llab-quvvatlashiga olib keladi. Chunki nima deydi? Tanganing ikki tomoni bor deydi-ku. Mana shu nuqtai nazardan aynan mana shu sohalarda hozir qaynonalarni, qaynotalarni kelinini bilim olishiga yoki farzandini bilim olishiga qarshi chiqish holatlari menimcha sekin-sekin chekinib boryapti, kamayib boryapti. Lekin ayrim oilalarda qiz farzandini o'qishga yo'l bermasligi bu faqatgina johillik deb hisoblayman. Ular bugun O'zbekiston jamiyatida 10% ga ham yetmasa kerak, yana bilmadim. Nima uchun jadidlarimiz doimiy ravishda agar o'g'il farzandni o'qitsang, bitta masalan o'g'il farzanding bilimli bo'ladi, jamiyatga foydasi tegadi. Agar qiz farzandingni o'qitsang, 10 kishini o'qitgan. 10 kishini o'qitgandek bo'ladi. Chunki u farzandini tarbiyalaydi, farzandiga bilim beradi va mana shunday bilimsizlik natijasi deb o'ylayman. Bu hech qanaqa bugungi o'sha paytda masalan biz 20-yüzyillik boshlari bilan bugungi kun jamiyatini solishtira olmaymiz. O'sha paytda masalan bizni jamiyatimizda keling, mayli islomiy an'analarga sodiqlik, shariat nuqtai nazaridan ayollarni paranjida yurishi joiz deb hisoblangan bo'lsa-da, ular qul emas edi. Ular paranji ichida bo'lsa ham ozod edi. Ularning oilasi bor edi, farzandi bor edi. Ularga hamma narsaga sharoit yaratib berilgan edi. Ularga mahr berilgan edi, lekin 27-28-yillarda mahr bekor qilindi. Aynan mana shu mahr talab qilingan oilalar jinoiy javobgarlikka tortildi. Bu masalan keyinchalik masalan hozir bizning jamiyatimizda hozir ham endi yana qaytib shakllanayotgan bir holat bo'lib hisoblanadi. Bu endi boshqa masala. Lekin 100 yil oldin bilan bugungi o'zbek ayolini men taqqoslab bera olmayman. Chunki o'sha paytda Sovet hokimiyati o'zini iqtisodiy manfaatidan kelib chiqib yana bir jirkan siyosatini amalga oshirdi. Musobaqa tashkil qilindi paranji tashlash bo'yicha. Qani Turkmanistonda ko'p paranji tashlanadimi? O'zbekistonda ko'p paranji tashlanadimi? Buni nima deb izohlash mumkin? Inson qadrini, inson oriyatini yerga urish bu. Va mana shu o'zlarining maqsadlarini amalga ham oshirishdi. Ko'plab oilalar ajrashib ketdi. Bolalar sarson bo'ldi. Bizda yetimxona bo'lmagan. Bizda yetimxona 1920-yil Buxoro amirligiga Frunze bostirib kirgandan keyin, bombardimon qilgandan keyin
ko'plab ota-onalar o'lib ketgach, bolalari ko'chada qolgandan so'ng Fayzullo Xo'jayev boshchiligidagi Buxoro Xalq Respublikasi hukumati yetimxona tashkil qilib, uni boshlig'ini keyinchalik Abdurauf Fitratni bosh qilib qo'yadi. Chunki Abdurauf Fitrat o'sha payt Toshkentda bo'lgan 21-yilda yetimxonaga majburlik nuqtai nazaridan. Lekin o'shangacha yetimxonalar bo'lmagan. 27-yildan keyin yetimxonalar soni oshib ketadi. Nimani evaziga? 30-yillar oralig'ida bo'lgani uchun 27 oshadi. 27-30-yillarda yetimxonalarning soni oshib ketadi. Nimani evaziga? Mana shu paranji tashlagan ayollarni go'yoki huquqlarini Sovet hokimiyati himoya qilib, erdan ajratib oldi-da, bolasini taqdirini o'ylamadi. Mana bunaqa holatlar bo'lgan. Bugungi jamiyatimizda biz ozod jamiyatda yashaymiz, ozod davlatda yashaymiz. Va bizni ayollarimizga ko'rsatilayotgan e'tibor, ularni erkinligi masalasi, ularni ilm bilan shug'ullanishi, ularni o'z faoliyatini yo'lga qo'yish masalasida bizga hamma sharoitlar qilib berilgan. Shu uchun mustamlaka tuzum sharoiti bilan mustaqil tuzum sharoitidagi ayollarni mavqeini taqqoslashni o'zi noto'g'ri. Ayrimlar masalan sun'iy ravishda bizga kelishadi-da, O'zbekiston Respublikasi Oliy sud tashkil etilganining 100 yilligini nishonlash. Shunda Azamat Ziyo, tarix instituti direktori, akademigimiz Azamat Ziyo zo'r bir fikrni aytdilar. O'zbekiston mustaqillikka erishganiga o'zi endi masalan o'sha paytda endi 32 yil, 33 yil bo'lgan bo'lsa, qanaqa O'zbekiston Respublikasi sudini, Oliy sudini 100 yilligi nishonlanadi? Qo'ysangizchi dedilar. Bu dedilar Sovet davriga tuzilgan narsa, u O'zbekiston SSR Sovet ittifoqi tarkibida edi, qo'sh tirnoq ichidagi. Rossiya imperiyasi tarkibida edi. Bizani sudlarimiz ularni yoshini oshirib ko'rsatish kerak emas. Prokuratura bo'ladimi, sud bo'ladimi, ichki ishlar bo'ladimi? Shu uchun 30 yilligi, 31 yilligi, 32 yilligi mana shu tartibda nishonlash kerak. Chunki u 91 gacha mustamlaka sharoit. Rossiya imperiyasi tomonidan, biz hozir Rossiya imperiyasi deymiz. Rossiya imperiyasi Chor mustamlaka davri va Qizil imperiya davri demaymiz-da, umumiy qilib Qizil imperiya deymiz. Va mana umumiy imperiya deymiz. Qizil imperiya ham demaymiz, Rossiya imperiyasi. Va ularni mana shu olib borgan siyosati bilan nima uchun biz bugunimizni bog'lashimiz kerak? Shu uchun siz menga savol yozib borganingizda aytib qo'yganman-ku, men mustamlaka sharoitidagi, aynan hujum davridagi ayollarni mavqei bilan mustaqil O'zbekiston jamiyatidagi ayollar mavqeini taqqoslay olmayman deganman. Taqqoslab bo'lmaydi. Lekin do'stlar, kimdir paranjini kiysin, kiyiladi ham, kimdir paranjini yechsin degan qanaqadir bir gap yo'q. Shunchaki biz tarixda bo'lgan voqealar haqida gaplashyapmiz. Buni inobatga olaylik. Albatta, chunki bu bizning tariximiz. Bizning tariximiz qachon kirib kelgan bu bilmayman. Ashtarxoniylar davridan boshlangan degan ayrim fikrlarni o'qiganman. Lekin haqiqatan ham Temuriylar davrida bo'lganmi yo'qmi, bu ham albatta ilshunoslarimizni, antropologlarimizni alohida tadqiqot mavzusi bo'lib hisoblanadi, kiyim bo'yicha shug'ullanayotgan. Lekin bugun bizning jamiyatimizda biz paranjini kiyishni, hijobni yechishni targ'ib qilish uchun emas. Biz aynan Sovet hokimiyati amalga oshirgan qo'sh tirnoq ichidagi hujum harakatini, mazmun mohiyatini anglash uchun suhbat o'tkazyapmiz. Shunaqa. Va mana shu bosqinchi hukumatni Turkiston aholisi uchun qilgan yana bir jirkanchligini oqibatlari haqida suhbatlashyapmiz. Hozir bizning jamiyatimizda kiyinish masalasida bu doimo bo'lgan. Aynan mana shu o'zbeklarda bir nima deydi? Hayajon kuchli bo'lgandanmi? Emotsiyamiz kuchli bo'lsa kerak. Emotsiya kuchli bo'lgandanmi? Bilmadim. Bu kiyinish masalasida bir narsa chiqsa, 1000 kishi izoh beradi. Lekin bu albatta insonlarning maishiy muammosi, maishiy turmushi. Kiyim bu albatta insonni ko'rki, bizning dinimizda ham ayollarning ochiq-sochiq yurishiga yo'l berilmaydi. Lekin hozirgi jamiyatimizda erkaklar ham ongli fikrlaydi, ayollar ham ongli fikrlaydi va o'zlariga qulay bo'lgan, bir kishini o'ziga nima deydi, e'tiborni jalb qilmaydigan kiyim kiysa, men o'ylaymanki, bu uni bir boshqacha bir salbiy fikr berishiga sabab bo'la olmaydi. Qo'yib beraylik ayollarni masalan o'zini xohishiga kiyinish masalasini. Kiyimni o'zi hal qilishadi har kimni. Har kimni o'zi hal qiladi, lekin juda ham endi moda sifatida emas, kirib kelayotgan urf sifatida emas, o'zini milliyligini ham unutmasdan kiyinishsa bu albatta yaxshi.
Hozirgi kunda mana bu fashion, stil, modani o'zgarib borayotgani bir tarafdan yaxshi ta'sir qilyapti. Masalan, har bir qiz sepiga albatta milliy kiyimlarni qo'shadi. Bor. Kundalik hayotda ham mana choponlar, men juda ko'p anaqalar olganman. Milliy kiyimlarimizni kiyapmiz. Yo'q emas, yo'qolib ketmadi, lekin bor. Ikkinchisiga ham aytdim-ku, mana o'sha Voha tomonda shekilli, men aniq bilaman, Navoiyda qiz uydan chiqayotgan payt paranjida chiqib ketadi. Bizda shunaqa, men yaqinda shunaqa chiqib ketdim uyimdan. Juda chiroyli, zamonaviy, juda chiroyli paranji edi u. Endi bunaqa yopilmagan u. Hatto o'sha narsa ham bor ekan-da, Dilnoza opa, bunaqa urf-odat. Qanaqadir sizga marli qo'yishar ekan. Men bu chachvon bunaqa narsa shekilli. U faqat marli bo'lar ekanda, o'sha yuzingiz o'sha yopiq holda chiqib ketar ekan. Menga juda ham qiziq bo'ldi bu urf-odat. Yana qanaqadir urf-odatlar o'tkazildi. Aytdingiz-ku, ayollar yechmagan 50-yilgacha ham qanaqadir boshga bunday o'raydigan. Kurta po'shak deymiz. Ha, esladim. Biyimni, endi bu bizada babushka. Biyimni onasi 85 ga kiruvdimi, 86 ga kirib o'ldilar. Boshlarida doim men o'zimni bilamanki, u ayol doim boshda o'sha narsasi bo'lardi. Endi buni ham albatta o'ziga xos jihatlari bor. Elshinoslarimiz bu bo'yicha juda ham ko'plab tadqiqot amalga oshiradi. Bizda Buxoroda ham bor. Qiz bola turmushga chiqayotgan paytda paranji bilan olib chiqib ketiladi, go'yoki uni juda ham nozik bir xilqat sifatida tashqi nima deydi, yomon ko'zlardan asrash maqsadida va o'zimizga urf bo'lib qolgan milliy kiyim sifatida, urf bo'lib qolgan sifatida paranji yopinib chiqib ketadi va keyingisi kulta po'shak. Buxoroda kulta po'shak deydi. Mana shu boshini uchida kiyadi, sochini o'tkazib qo'yadi. Va bu uni ayolni kiyib yurishi boshi uchun foydali derdilar, rahmatli buvi. Men bunaqa narsa aytmayapsizmi? Mana shu urf-odatdan bo'ldi. Bunda orqasida bunday narsa bor. To'rtburchak narsa bor, materialdan qilingan. O'zi qalpoqcha. Qalpoqchada orqasida mana shu kulta po'shak deyiladi. Ayollarni boshini asrashi, bosh og'riq kasalliklariga chalinmasligi uchun xuddi shunaqa qilingan degan fikrlar shu uchun qilingan derdilar. Men buvimga aytganimda, nimaga men bunaqa ayollar kulta po'shak kiygan deganimda shunaqa fikrda aytganlar. Bizdan juda ham go'zal urf-odatlarimiz bor, bizdan juda ham go'zal kiyimlarimiz bor. Lekin bu albatta o'zimizni milliyligimizdan, chegaradan chiqib ketmaslik kerak. Hozir masalan Saudiyadan, Birlashgan Arab Amirliklaridan biz hamma joyga ochiqmiz. Turli xil kiyim-kechaklar kelyapti. Abaya rosa urfda-da hozir. Mana shu u ham albatta bizning milliy kiyimimiz emas, lekin chiroyli bo'lganligi uchun, ayollarga o'ziga ma'qul bo'lganligi uchun uni tanlab kiyishi, endi bu ularning o'zini xohishi. Uni kiyma, buni kiyma deb aytish bizning nimamiz emas. Tushunarli. Hujum harakati gender tenglik va ayollar huquqlari uchun qanday ijobiy yoki salbiy natijalarga olib keldi? Bugun o'sha hujum harakatining bugungi kunda ham ta'siri qanaqa sezilyapti? Gender tengligi masalasi. Hujum harakati bu erkaklar va ayollarni teng qilish maqsadida qilinmagan edi Sovet davrida. Lekin go'yoki hujjatda ayollarni ham ozodlikka olib chiqish, teng huquqlilik masalasi bo'lsa-da, lekin men o'sha paytda imkoniyatlar yaratilgan holatni ko'rmadim. Faqatgina ayollardan ham ishchi kuch sifatida foydalanildi. Aslida ularni ijtimoiy o'zgarishi faqat pul, oddiy qilib aytganda shunaqa bo'lgan. Og'ir mehnatlarga jalb qilindi. Agar bu gender tengligi bo'lsa, erkaklar bilan bab-baravar dalada ishlashi gender tengligi bo'lsa agar, shu narsaga jalb qilindi va iqtisodiy jihatdan mana shu o'zlarining maqsadlarini amalga oshirdi. Keyin bugungi kunda ham nima deydi, ta'sir degan fikrni aytdingiz. Men yuqorida bu haqida gapirib o'tdim. Hatto mustaqillikni mana shu dastlabki 15-16 yilligida ham, 20-25 yilligida ham biz hujum harakati natijasida ayollarga nisbatan o'ylab topilgan rejalarni davomini ko'rib keldik. Ya'ni qishloq xo'jaligida ayollarni doimiy mehnat qilishi, ishlab chiqarish sohasida mayli ayollar mehnati kamaygan bo'lishi mumkin, lekin dalalarda bu narsa to'xtab qolmadi. Va hozirgi kunda Yangi O'zbekiston hukumatı inson qadri siyosatini olib borayotgan bir paytda nafaqat ayollarni gender tengligi masalasi, ayollarga juda ham katta imkoniyatlar berildi va hatto zo'ravon oilalardan
ularni himoyalash bo'yicha order tizimini tashkil qilish bo'yicha harakatlar amalga oshirilyapti va bu o'ylaymanki endi mana shu tenglik masalasi Turkiston ayolini, o'zbek ayolini jamiyatdagi mavqeini mustahkamlash, uni asrash, himoya qilish, hukumatda ularni sonini oshirish masalasidagi harakatlar, bular bilan o'sha 27, 28, 30-yillardagi qo'shtirnoq ichidagi hujum rejasi bilan taqqoslab bo'lmaydi. Dilnoz opa, bu harakat o'zini maqsadiga to'liq erishgan deb hisoblash mumkin. Albatta, chunki zo'ravonlik bilan bolsheviklar qanaqa siyosat yuritdi? Qo'rqitdi. Zo'ravonlik bilan, agar zo'ravonligi bilan qo'rqitish ish bermasa, qurol kuchi bilan o'zini maqsadiga erishdi. Ayollarni chaqirib olib, turli xil ularga zug'um o'tkazgan holatlar bo'lgan. Shu uchun ular chiqib paranjisini tashlagan. Bu narsalar ham bor tariximizda. O'zbek ayoli birinchi navbatda nimadan qo'rqadi? Birinchi navbatda oilasini tinchligidan, farzandidan ayrilib qolishdan qo'rqadi. Mana shunaqa jirkanch ishlarni amalga oshirgan Sovet hokimiyati. Lekin ular baribir ham o'ldirildi. Har qanaqasiga ham paranjini tashladi, lekin baribir o'ldirildi. Nima uchun o'ldirilgan? Mana yuqorida ham otasi tomonidan, akasi tomonidan, ukasi tomonidan. Chunki aytdim-ku, ayol bu o'zbekning oriyati, g'ururi. Bugun ham xuddi shunday. O'zbeklarda bir gap yuradi, ayolni rashk qilmagan erkak emas degan narsa bor. O'sha paytda biz erkaklarimizni johillikda ayblab, masalan, ko'rsatildi, jazolandi. Lekin bir tomondan qarasangiz bu johillik emas edi. Bu o'zini urf-odatiga, o'zini e'tiqodiga sodiqlik edi. Shu uchun ular masalan ayollarni paranji tashlab, dalaga ishlab, traktor haydashga ruxsat bermagan. Sanoat ishlab chiqarish korxonalarida ishlamasin degan. Bir kuni 100 ta g'isht tashib ko'ring. Oilangizga qanaqa qilib foydangiz tegadi? Farzandingiz bilan ham shug'ullana olmaysiz, turmush o'rtog'ingizga ham ovqat pishirib bera olmaysiz. Lekin Sovet davlati ayolni ko'chani odami qilib qo'ydi. Mahallada Dudu gapni ko'ring. O'sha esimga kelyapti. Ana haydardi-ku, qiz arxitektor. Qizmar yo'q, arxitektor qizni qo'yavering, qurilishda ayollarning jalb qilinganligi holati. Buni ham go'yoki mana shu 27-yildagi hujum harakatini natijasida mana ayollar ham bino quryapti. Kechirasiz, ayol kishi bu nozik xilqat bu. Bu Qur'onda ham aytilgan. Biza erkaklardan kuchimiz 3-4 baravar kam bo'lib hisoblanadi va uni og'ir mehnatlarga jalb qilish kerak emas. Chunki ayol kishi tug'ish, farzand tarbiyalash uchun berilgan kuchni o'zi mana shu alohida kuch bo'lib hisoblanadi. Jamiyatning kelajagini yaratib berish. Lekin 70-yillarda ham, 80-yillarda ham mana ko'ramiz, ayollarni qurilish ishlarida faoliyat yuritgani, sanoat korxonalarida bo'lgan ekanda. Albatta. Bu propaganda quroli. O'sha paytda ijtimoiy tarmoqlar yo'q edi, internet yo'q edi, podkastlar yo'q edi, insonlarni ongiga ta'sir ko'rsatadigan. Va shuning uchun bular birinchi navbatda 27-28-yillarda hatto televideniya, kino, teatr ham rivojlanmaganligi sababli uyma-uy yurib targ'ibot qilib yurishdi. 70-yillarni asosiy sovetlarni o'zini faoliyatini, targ'ibotini nima amalga oshirdi? Radio, televideniya, kino, teatr amalga oshirdi. Shunaqa asosiy yana romanlar amalga oshirdi. O'sha paytda yaratilgan badiiy asarlarni o'qisangiz ham Sovet hokimiyatini shunaqangi bir afsonaviy davlat qilib qo'yganki, susambil qilib qo'ygan. Lekin uni orqasidagi jirkanch holatni biz tarixchilar bilamiz. Men bu yosh qariyalar bo'ladi-yu, ko'p aytishadi, o'sha Sovet davrida bir tiyin edimi, bir so'm edimi, yaxshi edi hayot, arzon yashardik, qimmat bo'lib ketgan hozir deb oldinlari eshitardim. Qariya odamlardan-da. Sovet davrida faqatgina arzonchilikda eslashadi. Ularni bilmam, paranji kiyganmi, voz kechganmi, u davrda tug'ilmagan menimcha. Lekin Sovet davrini mana shunaqa bir qanaqadir yaxshi xotira bilan eslashadi-da. Endi 70-80-yillarda bilamizki, Sharof Rashidov hokimiyat tepasiga keldi va bu juda ham millatparvar. Sovet hokimiyati davrida O'zbekiston SSR hukumatini boshqargan bo'lsa-da, bu xalq uchun juda ham ko'p ishlar qildi. Tibbiyot sohasiga e'tibor qaratdi. Maktablarning qurilishiga, uy-joy qurilishi, metrolarning qurilishi masalasida bu albatta shaxs bilan bog'liqda, davlat boshqaruvidagi shaxs bilan bog'liq holat bo'lib hisoblanadi. Va aynan shu davrda masalan insonlarni qornini to'yg'azishga e'tibor qaratilib,
oyligi qancha bo'lgan masalan o'sha paytda olib qarang, mayli, lekin bu bir 70-80 yillarni aynan mana shu holat bilan eslaydigan xalqimiz o'zini tarixini unutgan edi va Rossiya imperiyasi uni qancha ota bobosini qirib tashlaganini agar bilganida bir tiyin emas, 1000 so'm, 2000 so'm qilib qo'ysa ham mana shu gugurtni narxini aytmas edi. Lekin Sovet hokimiyati o'zini jirkanch siyosatini amalga oshirish bilan birgalikda targ'ibotni shunaqa kuchli qildi, mafkurani insonlarning ongiga shunaqangi singdirdi. Natijada Manqurt O'risqul sovetparastlar paydo bo'lib qoldi. Sherzodxo'ja Qudratxo'jayev domla aytadi-da, mana shu 1 tiyinlik gugurt, 2 so'mlik go'sht Abdulla Qodiriyni qoni evaziga kelgan deb. Albatta endi bu nima deydi? Yo'q, bog'lab ko'rsatish, lekin haqiqatan ham bizning xalqimizni u faqat qorni to'q bo'lsa, nima deydi? Kechirasiz-ku, hayvon ham qorni to'q bo'lsa jim turadi-da. Lekin biz insonmiz. Biz hayvonot dunyosidan, o'simlik dunyosidan farqimiz bor. Bizda ong bor, bizda ma'naviyat bo'lishi kerak. Biz nima uchun yana qachongacha mustamlakachi davlatni maqtab etagini tutamiz? Rossiya imperiya u hozir ham. Ukrainaga qilgan yurishlari. Endi Ukrainaga Yevropa davlatlari yordam bergandan keyin go'yoki Rossiya bechora qilib ko'rsatish holatlari ham bo'lyapti. Bugun ham bosqinchilik siyosatini qilyapti. Bugun ham Rossiya imperiyasining siyosatchilari, tarixchilari O'zbekistonda olib borilayotgan tarix sohasidagi ishlarga o'zining norozilik kayfiyatini bildiryapti. Biz ularga o'zimizni munosib javobimizni beryapmiz. Lekin ayrimlar mana shu qanaqadir bir sovetparastlar xalq orasida hali ham Rossiya imperiyasini nima deydi, avliyo sifat qilib ko'rsatish natijasida mana shunaqa gaplar bo'ladi. Menimcha bu kamayib boryapti. Rossiya imperiyasi davrida men ham eslayman, yosh bo'lgan bo'lsam ham eslayman, oddiygina gilamlarda palaslar bo'lardi. Hech kim uyga anaqa qolin deydi, uni tashamasdi, devorga ilib qo'yardi. Devorning qadri ham insonning qadridan yuksak bo'lganda, devorga qarab turardik, chiroyli gilam ekan deb. Televizor, oq qora ko'rsatadigan televizor bo'lgan. 3ta kechirasiz, 3ta qishloqda ham, 5ta qishloqda ham mashina bo'lmagan. Biror bir ayol tug'moqchi bo'lsa, uyda tug'ib qo'ygan. Skor vaqtda yetib kela olmagan tez yordam mashinasi. Men o'shalarni o'zim ko'rganman. Men ham Sovet davrida kichkinagina bo'lsam ham, 83-yil to'lgan bo'lsam, 90-yilgacha 7 yosh bo'lganman, lekin yaxshi eslayman. Sharoitni. Bugungi jamiyatimiz insonni o'zini sevishga o'rgatdi. Bugun biz juda ham chiroyli uylarda yashaymiz. Bir xil an'ana, hammaning uyi bir xil bo'lishi kerak. Hamma gazeta o'qish kerak, hamma oq qora televizor ko'rish kerak, hamma radio eshitish kerak. Targ'ibot, tashviqot juda ham kuchli bo'lgan. Bu tomondan xalqni ezyapti. Kuchli insonlarni davrlar har bir reja bo'yicha qaton qilib yo'qotyapti. Mana shu hujum harakatda ham 2,5 mingta ayol isyonchi bo'lgani uchun o'ldirib yuborilgan deyman-da men. Chunki ular eriga qarshi chiqdi deya olmayman. Mana shu yangilikni qabul qildi. Demak, unda nimadir bor. Va mana shunaqa insonlarni ham yo'q qilib yubordi. 37-38da yo'q qildi, 53-yillarda yo'q qildi. 85-yillarda o'zbek ishi paxta ishini o'ylab topdi. Yana biz qachongacha gugurt bir tiyin edi yuramiz? Qachongacha? Haqiqatan ham bizning davr-ku, men 2000-yil tug'ilgan bo'lsam, men juda yaxshi sharoitda yashaganman. Men u narsalarni bilmayman ham, esla olmayman ham. Uje hozir mana 2016dan keyin eslayman men qanaqadir hayotimda. 2016 maktab bitirganman. Qanaqadir 2016gacha umuman hech narsa esla olmayman-da. Faqat televizor, oq qora televizor deyazga ha deb turdim, chunki men biyim uyda bo'lardi o'sha televizor. Keyin o'sha gilam eslayman ham, uylarda osig'liq turardi. Hozirda hayot juda ham yaxshi. Har bitta xonangizda televizor bor kerak bo'lsa, har bitta uyda, mahallada mashina bor. O'ldim deganda Matiz bor-da. Shunday. Hozir yaxshi sharoit. Juda ham yaxshi, chunki ular o'zlarini hattoki yeb ichishimizgacha o'zlarini tartiblariga solib qo'yishdi. Endi oddiy tuyulishi mumkin, lekin Shuhrat Ergashev Sovet davri bo'yicha mutaxassis, garchi u kishini ayrim fikrlarda Rossiya imperiyasining Sovet davlatini qo'llab-quvvatlash bo'lsa-da, lekin u kishi doim aytadilar-da, Dilnoza aytardilar, Sovet davrida bizga singdirilgan eng yaxshi bir jihat qanchoyni saharlikda nonushtada qanchoyni joriy qilinishi va unga non
bo'ktirib yeyish bu eng kambag'al oila yeydigan narsa deb. Lekin butun o'zbek jamiyati, butun bir mana shu Markaziy Osiyo davlatlarida ular butun bir mustamlakalarida shu narsani joriy qildi. Xalqni ochko'z qilib qo'ydi. Qo'pol qilib aytganda. Lekin mana shu bugun ham hali ham o'zi juda ham yaxshi sharoitda yashaydi, lekin Sovet davrida yaxshi edi-da, gugurt birtin edi deydi. Lekin hozir o'zi yaxshi davrda yashaydi. Men o'ylaymanki, bu bilimsizlik. Shunaqa. Endi o'ta johilparastlik deb bo'lmaydi, bilimsizlik. Bu o'zini tarixini bilmaslik. Agar ular o'zlarini mana shu tarixlarni yaxshi bilganlarida, agar Sovet hokimiyati, Rossiya imperiyasi zo'r bo'lganida, bizani qo'yib boshlarimiz yetishib chiqmasdi. Bizning jadidlarimiz Sovet hokimiyatiga qarshi, Rossiya imperiyasiga qarshi harakat qilmasdi. 37-38-yillarda qirg'inbarot bo'lib ketmasdi. Katta terror amalga oshirilmas edi. Mustamlakachi hukumat hech qachon mustamlakasiga nisbatan boshini silab, o'zini farzandidek ko'rmaydi. Unga qul sifatida qaraydi. Xalqimiz mana shu narsani unutmasligi kerak. Biz juda ham ko'p mustamlakalarni boshimizdan kechirganmiz. Juda ham ko'p. Mana shularning hammasi xalqimizni balki qo'rqoq qilib qo'ygandir. Lekin bugun mana shu mustaqil O'zbekiston davlatida yashar ekanmiz, biz buni qadriga yetishimiz. Mana shu Sovet hokimiyatini millionlab qilgan yomonliklari yoniga bittagina gugurtni birtin qilib qo'yganini, go'shtni, buxankani arzon qilib qo'yganini bot-bot takrorlab eslab aytishimiz shart emas deb o'ylayman. O'zi yana qanaqa fikrlar qolib ketdi, men so'ramagan. Men juda ham minnatdorman kelganingiz uchun. Nima deydi? Qiziqarli bo'ldi men uchun. Kommentariyada albatta yozinglar fikrlaringizni. Ortiqcha fikr kerak emas. Podkast sizlarga yoqdimi? Shuni yozsalaringiz yetarli. Yana qanaqa gaplar qolib ketdi va oxirgi savolim. Parda podkast doirasida bizani asosan ayollar kuzatadi. Nima degan bo'lardingiz ayollarga, o'zbek ayol qizlariga? Qanday motivatsion gaplaringiz bor? Bugun O'zbekistonda nafaqat ayollarga, balki butun bir jamiyatimizni har bir bo'lagiga, erkaklarga ham, bolalarga ham juda ham katta imkoniyatlar berilyapti. Va harakat qilish kerak. Faqatgina o'zbek ayollarimiz o'zlarining imkoniyatlari doirasida, hamma ham olim bo'lmaydi, hamma ham savdogar bo'lmaydi, hamma ham business lady bo'lmaydi. Bugungi til bilan aytganda, sizlarning tillaringiz bilan aytganda, oddiy uy bekasi bo'lsa ham o'zini masalan maqsadlaridan voz kechmasin. Harakat qilsin. Chunki bugun jamiyatimiz, oilamiz mana shu yangiliklarga tayyor turibdi. Chunki haqiqatan ham davlat tomonidan amalga oshirilayotgan siyosat ham ma'naviy, ham moddiy ozuqa bo'layotganligi bugungi jamiyatimizdagi insonlarni dunyoqarashini o'zgartiryapti. Va aynan mana shu ayrimlarni o'zgarayotgan dunyoqarashdan foydalangan holda ayollarimiz o'zlarini ilm olish yo'l bo'ladimi, hunar, kasb-hunar o'rganish bo'ladimi, boshqa bir jihatlari bo'ladimi, ularni albatta amalga oshirish uchun o'zlarini kuchlari bilan harakat qilishlari yetarli deb hisoblayman va o'zbek ayolini oldida turgan asosiy vazifa bu oila muqaddasligi. O'zini maqsadimga erishaman deb oilasidan voz kechishi, farzandlarini o'lda-julda qo'yish kerak emas. Birinchi navbatda oilasiga e'tibor qaratib, turmush o'rtog'i, farzandlari bilan bo'lib, turmush o'rtog'ining roziligini olib, farzandlarini yaxshi voyaga yetkazib va shu bilan birgalikda o'zini maqsadi uchun ham harakat qilsa, men o'ylaymanki, umri yetadi. Faqat maqsad qo'yish kerak-da, bu maqsadni amalga oshirish uchun reja asosida to'g'ri harakat qilish kerak bo'ladi. Chunki ayrim oilalar men karyera qilishim kerak, men rahbar bo'lishim kerak, men u bo'lishim kerak, men bu bo'lishim kerak deb oilasidan kechgan holatlarni ham eshitib turamiz. Men albatta bu narsani qo'llab-quvvatlamayman, chunki men o'zbekman. O'zbek jamiyatida bizda baribir ham oila ustuni erkak hisoblanadi va otasi, turmush o'rtog'i, akasi, ukasini ham nima deydi, xohishini inobatga olish kerak bo'ladi. Agar biz o'zbek jamiyatida buni qabul qilmasak, shunday bir men o'ylaymanki, bu nima o'zbekni qoniga singdirilganmi? Norozilik bilan bir narsaga erishib bo'lmaydi o'zbek jamiyatida. Albatta rozi rizolik bilan amalga oshirish mumkin bo'ladi va men o'ylaymanki, bu uchun shoshish kerak emas. Hamma narsaga darrov erishib bo'lmaydi. Ayrimlar masalan 1 yilda maqsadiga erishsa, ayrimlarga o'z maqsadiga erishish uchun
10 yil 20 yil kerak bo'ladi. Har xilda skill deymiz o'sha. Har xil va bu umrini oxirigacha yetadi. Mana shunday deb hisoblayman. Rahmat kattakon kelganingiz uchun. Eng somsadan yeb ketasiz, baho berasiz.